Toshkentda yana bir dahshatli falokat. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani hududidan o'tuvchi M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lida Isuzu rusumli yuk mashinasida yong'in sodir bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, voqea 14 avgust kuni taxminan soat 18:30 da yuz bergan. 48 yoshli haydovchi yuk mashinasini boshqarib ketayotgan vaqtda transport vositasining dvigatel qismida to'satdan yong'in chiqqan. Ko'p o'tmay alanga avtomobilning boshqa qismlariga ham tarqalib, yuk mashinasi yonib ketgan. Hodisa oqibatida haydovchi va boshqa harakat ishtirokchilaridan hech biri jarohat olmagan. Inson salomatligiga zarar yetkazilmagan. Ayni paytda voqea sabablari va yong'inning kelib chiqish holatlarini aniqlash maqsadida Yangiyo'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.